Yettinci şart el-muhabbe. Muhabbet yani yaxshi ko'rish. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Tüvende diktanlağa İmam Hafiz el-Hakemi rahimuhullah'ın La ilahe illallah'ın şartları risalesinden 7. şart muhabbet yani yaxshi ko'rish temisini o'qiymiz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. La ilahe illallah'ın 7. şartı muhabbet yani yaxshi ko'rish. Bu La ilahe illallah kelimesiga muhabbet bağlaş bulup, bu öz növbetide muşu kelimenin talep qilgani boyunca amal qilgan, onun şartlariga rioya qilgan kishilarni yaxshi ko'rishni va bu kelimenin talablariga xiloflik qilgan kishilarni o'ch ko'rishni taqozzor qiladi. Allah subhanahu va taala Sura Baqara 165. oyatida shundoq deydi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. Tercümesi: Kişilerden bazıları Allah'tan başkalarını Allah'a şirik kılıp bilip, ulanı Allah'ını yaxshi ko'rgandek yaxshi ko'rdi. Mu'minlar bo'lsa Allah'ını hammadan bak yaxshi ko'rguchilardir. Allah subhanahu va taala Sura Maida 54. oyatida shundoq deydi. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. Tercümesi: Ey müminler! Sizlerden kimi ki murtad bo'ladigan, Allah onun o'rniga Allah ularni yaxshi ko'rdigan, ularmu Allah'ni yaxshi ko'rdigan, mu'minlarga ko'yinadigan, kafirlarga shafqatsiz, Allah'ның yo'lida jihad qiladigan va malomat qilg'uchining malomatidan qo'rqmaydigan bir qavmni keltirdi. Allah subhanahu va taala o'ziga ibodat qilg'uchi mu'minlarning uningga bo'lgan muhabbatining texmi kuchli ekanligini bizga xabar qildi. Chunki mu'minlar Allah subhanahu va taolaga bo'lgan muhabbatida uningga hech kimni shirik qilmaydi. Ammo mushriklar o'zlarining Allah subhanahu va taolani yaxshi ko'radiganligini da'vo qilishsa-mu, başkalarını Allah subhanahu ve taolaga şirik qilib, şu batıl ma'budlarni Allah subhanahu ve taolani yaxshi ko'rgandek yaxshi ko'rdi. Allah subhanahu ve taolaning bandalarining öz Rabbini yaxshi ko'radiganligining ifodasi shuki, ular Allah subhanahu ve taola yaxshi ko'rganni öz nafsi uni xolamagan taqdirdimi yaxshi ko'rdi. Va Allah subhanahu va taala o'ch ko'rganni öz nafsi xohishi shuningga moyil bo'lgan taqdirdimi o'ch ko'rdi. Allah subhanahu va taolaning bandalari Allah subhanahu va taala va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kimni yaxshi ko'rgan bo'lsa, shuni yaxshi ko'rdi. Allah subhanahu va taala va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kimni dushman tutgan bo'lsa, shuni o'ch ko'rdi. Bu
yani Allah subhanahu ve ta'ala'nı yaxşı görgücü bende Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge ergişidi. Onun örneklerini doğraydı ve onun körsetmelerini kabul kılıdı. Mana bulanın hemmesi muhabbetinin şartlarıdındır. Yuqorqi şartlarını hazırlamay turup, muhabbetin söz içiş mümkün bulmaydı. Allah subhanahu ve Teala Sure Furqan 43. ayetide şundaq deydi. أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا Tercümesi: Eytip baksançu, nefs xahişini ilah kılıp algan Adem'ge ami bula alamsan? Allah subhanahu ve Teala Sure Câthiye 23. ayetide yine şundaq deydi. أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللّٰهِ Tercümesi: Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bana nefsi xahişini ilah kılıp algan, Allah azdırgan, haqni bilip turgan, Allah kuluqini ve kalbini peçetlip etken ve közünü perdiligen Ademni eytip bergen. Allah azdırgandan keyin onu kim hidayet kılalaydı? Şu veciden Allah subhanahu ve Teala'ga koşup başka narsalarga ibadet kılgan her qandaq kişi ameliyette öz nefsi xahişiga ibadet kılgan, yani nefsi xahişini ilah kılıp algan boludu. Bende sadır kılgan ve şu arkalık Allah subhanahu ve Teala'ga asi bolgan her bir günahının sebebi Allah subhanahu ve Teala'nın buyruğuna boysunup onun çeklemelerden yenişinin ornaga özünün nefsi xahişiga boysunganlıktır. Allah subhanahu ve Teala özü üçün yaxşı görüş ve özü üçün öç görüş hakkında Sure Mumtehine 4. ayette şundaq deydi. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Tercümesi: İbrahim ve onun bilen billi boğalla, yani müminler sizlerge hakikaten obdan namunidir. Öz vaxtida ula kavmige hakikaten biz sizlerden ve sizler Allah'ını koyup ibadet kılıvakan nesillerinladın ada cüdamiz. Bizning aramızdaki adavet ve öçmellik ta ki sizler yalğız bir Allah'a iman etkininglarga kadar ebedi saqlanıp kalıdı dedi. Allah subhanahu ve Teala Sure Mücadele 22. ayetinde şundaq deydi. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. Tercümesi: Allah'a ve ahiret günüge işinidigan bir kavmning Allah bilen ve onun peygamberi bilen karşılaşkanlarını, ularning atilari, o'g'illari
ya qerindaşları ya urug' tuqqanlari bo'lgan taqdirdamu do'st tutqanligini ko'rmaysan. Ya'ni ularni do'st tutishi mumkin emas. Allah ana shularning dillarida iymonini mahkam qildi. Allah subhanahu va taala Sura Maida 51-oyatida shunday deydi. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. Tercümesi: Ey müminler! Yahudi ve Nasaralarni dost tutmanglar. Ular bir-birini dost tutudu. Sizlardan kimiki ularni dost tutadigan, umu ana shulardan sanılıdı. Allah subhanahu ve taala yana Sura Tevbe 23-24 oyatlarda shunday deydi. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Tercümesi: Ey müminler! Eğer atıllarınlar, qerindaşlarınlar imandan küfrünü artık görse, küfrüde mahkem tursa, ularni dost tutmanglar. İçinlardan kimler ki ularni dost tutadigan, ular zalimlardır. Yani ularga o'xshash mushrikdir. Chunki mushriklikka rozi bo'lgan odammi mushrik hisoblanadi. Aytqinki, agar sizlarning otanglar, o'g'illaringlar, qerindoshlaringlar, xotinlaringlar, urug' tuqqanlaringlar hamda ulardan boshqalar topgan pul mollaringlar, oqmay qilishidan qo'rqqan tijoratinglar, yaxshi ko'radigan uylaringlar sizlar uchun Allohdan, Allohning payg'ambaridan va Allohning yo'lida jihad qilishdanmi so'yimlik bo'lsa, u holda sizlar toki Allohning amri kelguncha kutinglar. Allah fasıq qavmni hidoyat qilmaydi. Allah subhanahu va taala Sura Mumtahina 1-oyatida shunday deydi. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. Tercümesi: Ey müminler! Mening düşmanimni ve sizlarning düşmaninglarni dost tutmanglar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemge ergishish. Allah subhanahu ve taala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemge ergishishning shartlari to'g'risida Sura Ali Imron 31-oyatida shunday degan. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Tercümesi: Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem! Ularga aytqinki, agar sizlar Allohni yaxshi ko'rsanglar,
Mana ergişinglar ki Allah sizlarni yaxshi ko'rdi. Gunohinglarni mag'firat qiladi. Allah eng mag'firat qilg'uchidir, eng mehribondir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shundoq degan. Tarjimasi: kimda 3 xislat bo'lsa, u iymonning halovatini tetigan bo'ladi. Ular Allah va uning payg'ambari uningga boshqa hammadan so'yimlik bo'lishi. Birovni yaxshi ko'rsa, faqat Allah uchunla yaxshi ko'rishi va kufrga yenishni o'tqa tashlangandan-mu bak yomon ko'rishidir. Sahih Buxoriy va Sahihul Muslimda Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis. Shundaqla İmam Buxoriy va Imam Muslim Anas va Abu Hurayra radhiyallohu anhumalardan rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shundoq degan: men sizlardan biringlarga uning o'g'lidan, dadisidan va barliq insonlardan so'yimlik bo'lmaguncha u iymon etgan bo'lmaydi. Agar Allah'ның bandisi Allah'ның buyrug'iga bo'ysunib, Allah cheklagan narsadan yiroq tursa, gerçi nafsi uning aksini arzu qilgan taqdirdimi, u haqiqiy mu'mindir. Bir sahih hadisda iymonning eng mustahkam tutqusi Allah uchun yaxshi ko'rish va Allah uchun o'ch ko'rishdir deyilgan. Ammo davrimizda umumlashqani dunyoviy ishlar asosiga o'rnatilgan qarindoshlik bo'lib, bunda qarindoshlik va yaxshi ko'rishlar sohibiga hech qanday manfaat elib kelmaydi. Salaf solihlardan İmam Hasan al-Basri rahimahulloh va boshqalar shundoq degan: ba'zi kishilar o'zlarining Allah subhanahu va taoloni yaxshi ko'radiganligini da'vo qilishidi. Allah subhanahu va taolo ularni Sura Ali Imron 31-32 oyati bilan sinadi. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Tercümesi: ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ularga aytqin ki, agar sizlar Allohni yaxshi ko'rsanglar, menga ergishinglar ki, Allah sizlarni yaxshi ko'rdi. Gunohinglarni mag'firat qiladi. Allah eng mag'firat qilg'uchidir, eng mehribondir. Aytqin ki, Allohga va payg'ambarga itoat qilinglar. Agar ular itoat qilishdan yuz o'risa, Allah kafirlarni yaxshi ko'rmaydi. İmam Buxoriy rahimahulloh shundoq degan: Muhammad ibn Sinan bizga Falqdan, u Hilal ibn Alidan, u Ata ibn Yasardan, u Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilib aytdiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ummatimdan rad qilg'uchilardan boshqa hammasi jannatga kirdi deganda, sahobalar: ya Rasululloh, kimmi jannatga kirishni rad qilsin deb so'ragan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam javoban: kimiki menga itoat qilsa jannatga kirdi. Kim menga itoatsizlik qilsa rad qilgan bo'ladi degan. Sahihul Buxoriy 7280, Musnad Ahmad 361'de 2. numaralı hadis. İmam Buxoriy aytadiki, Muhammad ibn Ubada bizga shunda xabar berdi. U Salimdan, u
Said ibn Minad'ın, o Cabir ibn Abdullah radıyallahu anhu'nun mundaq deganligini rivayet qilgan. Rasululloh sallallohu alayhi ve sellem uxlayotganda ba'zi farishtalar uning yeniga keldi. Ularning ba'zilari u uxlayotidi desa, yana ba'zilari uning ko'zi uxlayotidi, lekin qalbi uyg'oq deyishdi. Shuning bilan ular o'zaro sizlarning bu hamrohinglar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam to'g'risida bir misol bor deyishdi. Andın ulardan ba'zilari undaqda uningga misol keltiringlar dedi. Ulardan ba'zilari yana u uxlayotidi deyishsa, ba'zilari uning ko'zi uxlayotidi, lekin qalbi uyg'oq deyishdi. Shuning bilan ular bu odamning misoli bir qasr bino qilib, andın shu qasrda ziyofat hozirlagan ve bir chaqirg'uchini kishilarni taklif qilishga avatgan kishining misoliga o'xshaydi. Kim taklif qilg'uchining taklifini qabul qilsa, qasrga kirib ziyofatdan yeydi. Shundaqla kim taklif qilg'uchining taklifini qabul qilmasa, qasrga kirmaydi ve ziyofatdan yemaydi deyishdi. Andın farishtalar onun tushunib olishi uchun bu misolni uningga tushuntirib qo'yinglar deyishdi. Ulardan ba'zilari yana u uxlayotidi deyishsa, ba'zilari uning ko'zi uxlayotidi, lekin qalbi uyg'oq deyishdi. Andın ular shundoq deyishdi. Qasr jannatdir. Chaqirg'uchi Muhammad sallallohu alayhi vasallamdir. Kim Muhammad sallallohu alayhi vasallamga itoat qilsa, Allohga itoat qilgan bo'ladi. Kim Muhammad sallallohu alayhi vasallamga itoatsizlik qilsa, Allohga itoatsizlik qilgan bo'ladi. Muhammad kishilarni ayirdi. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam elib kelgan shariat orqali yaxshi bilan yomon, mu'min bilan kofir ayriladi. Sahihul Jami 2465 numar İmam Buxoriy ve İmam Tirmizi rivayet qilgan. Bu yerde şu narsani bilishimiz kerakki, Muhammad Allohning elchisidir degan shahodat qo'shilmaguncha la ilaha illalloh degan shahodat komil bo'lmaydi. Yana shu narsani bilishimiz kerakki, Allah subhanahu wa ta'ala yaxshi ko'rganni yaxshi ko'rib, Allah subhanahu wa ta'ala o'ch ko'rganni o'ch ko'rmagicha Allah subhanahu wa ta'alani yaxshi ko'rish mukammal bo'lmaydi. Allah subhanahu wa ta'alaning nimalarni yaxshi ko'rib, nimalarni yomon ko'radiganligini bilishning birdan bir yo'li Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning buyruqlariga bo'ysunib, cheklamalardan yenishdir. Şu vəcidin Allah subhanahu wa ta'alani yaxshi ko'rish, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni yaxshi ko'rishni, uningga iymon keltirishni va uningga ergishishni taqozo qiladi. Shu sababdan Qur'oni Karimdagi nurg'un oyatlarda Allah subhanahu wa ta'alani yaxshi ko'rish, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni yaxshi ko'rishga bog'langan. Mesela Allah subhanahu wa ta'ala Sure Tevbe 23-24 ayetlerinde okup ötkenimizdek tercümesi aytqin ki, eğer sizlerning atanglar, oğullaringlar, qeyrindaşlaringlar, xotinlaringlar, urug' tuqqanlaringlar hamda ulardan boshqalar topgan pul mollaringlar, aqmay qilishidan qo'rqqan tijoratinglar, yaxshi ko'radigan uylaringlar sizlar uchun Allohdan, Allohning payg'ambaridan va Allohning yo'lida jihad qilishdanmi so'yimlik bo'lsa, u holda sizlar toki Allohning amriga kutinglar. Allah pas qavmni hidoyat qilmaydi.
Muşu nokta ta'kidlangan boshqa nurg'un oyatlarmi bor. Elhamdülillah. Barcha hamd sana Allohga xosdir. Allah subhanahu va taoloning rahmat va salomi oxirgi payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamga, uning oilasiga, sahobalariga va qiyomatgacha uning hidoyatiga ergashganlarga bo'lg'ay. Elhamdülillah. Yuqorida Hafiz al-Hakami rahimahullohning La ilaha illallahning shartlari risolasidan 7-shart muhabbat, ya'ni yaxshi ko'rish shartining tushanchisini oldinglar. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.